ohista gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragin tubiga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man hali man onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa hali man onamni eng baxtli ayol qilaman. Man hali man onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa hali man onamni eng baxtli ayol qilaman. So'nmaydi quyosh, ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh, onamni eng baxtli ayol qilaman. Orzular ro'yobin uzun oqlasa, omadli kunlarim meni yo'qlasa, nasib qilsa bir kun Xudo xohlasa, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man hali man onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa hali man onamni eng baxtli ayol qilaman. Man hali man onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa hali man onamni eng baxtli ayol qilaman. Siz yerdan ogohsiz, ko'kdan ogohsiz, mening bahorimni ko'rmadingizmi? Dunyo tilsimlari boshingizda jang. Nigohingiz tiyrak yulduzlardan ham ko'pni ko'rgan inson, ey donish odam, mening bahorimni ko'rmadingizmi? Tegrangizda tog'lar to'kmishlar qator, jilg'alar ko'z yoshin to'kmishlar qator, so'roqlar bag'rimni so'kmishlar qator, mening bahorimni ko'rmadingizmi? Bahor sellaridek toshqin shaxtingiz, Sulaymon otadek tojli taxtingiz, ayting buncha xursand, buncha baxtlisiz, mening bahorimni ko'rmadingizmi? Assalomu alaykum qadrli mehmonlar, aziz onajonlar, mehribon singillar va ustozlar. Mana o'lkamizga bahor kirib keldi. Bahor o'zi bilan musaffo havosini, ko'klam shabadasini va tiniq suvini o'zi bilan turli tuman bayramlarini
olib keldi. Bugun 8-mart aziz ayollarimiz bayrami. Shu boisdan onajonlarimizni, opa-singillarimizni tabriklash maqsadida 3A, 3B va 3B sinf o'quvchilari o'z onalari bilan birgalikda mahorat va bilimlarini namoyon qiladilar. Tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori o'rinbosari ma'naviy ishlar bo'yicha Mahfuza ustozga beramiz. Otajon va Mahfuza ustoz, marhamat, tadbirimizni ochib berish uchun. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar. O'quvchilar, og'riq bo'lsa eshitmaydi. Dimog'ida bir tadbir o'xshamay turibdi. Boshqasidan chiqaramiz bo'lmasa. Jimjit bo'lsa, o'tiramiz tadbirni. Barcha ustozlarni, hurmatli ota-onalar, o'quvchi qizlarimizni kerak-kerakmas 8-mart xalqaro vatan bayramidan tabriklaymiz. Bu bahoriy bayram eng ajoyib bayramlarimiz, onajonlarimiz bayramlari, ayollarimiz bayramlari. Hammangizni shu bayram bilan tabriklaymiz. Bugun chiroyli tadbirda vaqt uchun sinf o'quvchilarimiz, ustozlarimiz bilan birga shuni jim bo'lib o'tirmasak, o'quvchilar eshitmay qoladi ishlaslar. O'quvchilar, hammangizni bahor bilan tabriklaymiz. Uning ko'p bayramlari birga yetaveraylik. Tadbirimizni ochib deb e'lon qilamiz. Maryam Nolbus, men nega kelib beraman? Rahmat ustoz. Marhamat, ishtirokchilarimizni sahnaga taklif qilamiz. Birinchi ishtirokchimiz 3A sinf o'quvchisi Qurbonboyeva Selinchoy va uning onasi Qurbonboyeva Nasiba. Marhamat. Ikkinchi ishtirokchimiz Junonazarova Marvarid, onasi Bobojonova Iroda. Uchinchi ishtirokchimiz Ro'zmetova Soliha Alloberganova Karomat. To'rtinchi ishtirokchimiz Matyazova Nuriya Abdullayeva Gulshoda. Beshinchi ishtirokchimiz Faqirova Zarina Ko'ziyev Asal. Oltinchi ishtirokchimiz Bahrombekova Nilufar Durdiyeva Sarvinoz. Yettinchi ishtirokchimiz Qumratova Madina Makiyaqubova Ma'rifat. 8-chi ishtirokchimiz Karimova Nuriya Atabayeva Urujon. 9-chi ishtirokchimiz Alloberganov Humoyin Alloberganova Xolida. 10-chi ishtirokchimiz Xalliyeva Zarina Qurbonboyeva Aziza. 11-chi ishtirokchimiz Hajibayev Jasurbek Qumratova Orzugul. 12-chi ishtirokchimiz Shanazarova Nozima Nurmetova Shahlo. Ishtirokchilarimiz chiqishda endi birinchi shart bilan tanishtiramiz. Birinchi shartimizda qizlarimiz o'zlarini tanishtiradilar va onalarini ta'riflaydilar. Marhamat, birinchi ishtirokchi. Assalomu alaykum. Aziz mehribon o'rtoq. Men Marmat Sevinchoy, ko'zlarim xuddi munchoq. Sariyuklar oilasida 3-qiz farzandman. Dadam Jo'shqinbek erkasi, onam Nasiba Dilbandiman. Kengdir orzu o'ylarim, hayotdan zavq olaman. Kelajakda men albat zo'r dizayner bo'laman. Tabassumning a'losi unda, butun olam ma'nosi unda, dardlarimning davosi unda. Turishlari chiroyi odam, asrab meni jonginasida, mehr oqar qonginasida, kutib eshik yonginasida, turishlari chiroyi odam.
Mening ismim Marvarid, o'zim Nur, o'zim Yoqut. Bobom buvimni erkasi, uyimiz malikasi. Har bir ishda chaqqonman, bugun shartga tayyorman. Assalomu alaykum qadrli ustoz ayollar, jajji singiljonlar, mehrli tengdosh qizlar. Mana o'lkamizga o'zining go'zalligi, yashillik, har bir narsaga jon kiritib, fasllarning kelinchagi bahor kirib keldi. Bahorning ilk kunlarida biz uchun qadrli bo'lgan munis onajonlarimiz, buvijonlarimiz bayrami. Ularning sabri, matonati, mehri yonida hech bir narsa teng kela olmaydi. Ular bor oilalar tinch, farzandlar baxtli, ajdodlar davomchisi bor. Siz onalar haqida qancha gapirsak ham oz. Vatanimizdagi qaysi jabhadagi ayol bo'lsa, barchasini chin yurakdan tabriklayman. Bosgan izingizdan gullar unarmi? Tabassum qilsangiz dunyo yuklarmi? Qatra ko'z yoshingiz bag'rim tilarmi? Mehrijohon mohtabonim onam. Bir marta Qur'ondek ichida o'g'illari bor emish. U yigitning ayoli qiz farzand kutar edi. Lekin ayol qalbini yigit hech tushunmasdi. Ayol bir kun Allohdan qiz so'rab duo qildi. Keng karamli Allohim Saliha ismli qiz berdi. U yigitning siz aytsam ishonmaysiz. O'sha kundan boshlab yigit yer o'tga sig'masmish. Farishta qizginam deb kechalari uxlamay allalarni aytganmish. Ey do'stlar, sizga aytsam o'sha farishta menman. Diyorbek Kamronbek singlisi Jamoliddin qiziman. Men jannatni orzu qilsam, orzularim ushalgan. Armon menga begonadir, baxt yo'limga to'shalgan. Assalomu alaykum aziz mehribonlarim. O'zimni tanishtirsam, ismimdir Nuriyaxon, otam ismi Ixlosbek, onam bo'lar Gulshoda. Ular kasbin aytsam men ziyo ulashuvchilar. Mening onam dunyoda mehr to'la daryodir. Zimistonda yo'limni yorituvchi ziyodir. Mening onam bir daraxt, jannat poydagida. Bu o'tkinchi dunyoda onam omad, onam beaft. Mening onam hayotdir, ko'nglimdagi bayotdir. U bor ekan to abad, mening qaddim shamshoddir. Mening ismim Zarina, eski to'nargohida tug'ilganman kuz faslida, ayni sentyabr oyida. Dadam kasbi haydovchi, oyim mening kutuvchi. Ukam bog'cha bolasi, men dizayner bo'lmoqchi. Dadam, ukam, men oyim so'zlashamiz muloyim. Shirin so'zlik qoidamiz, biz baxtli oilamiz. Qalbimda hislarim hech etmaganman, bir bora ko'nglingiz shod etmaganman. Ba'zan qadringizga rost etmaganman, onajonim, men sizni yaxshi ko'raman. Men deya o'zida butunlay kechganim, jonidan jon berib barpo etganim, qizidan ozgina mehr tutganim, onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Assalomdan boshlaylik kalom, hurmat bilan boshlay so'zimni. Barchangizga dildan assalom, tanishtiray endi o'zimdan. Mening ismim Nilufar, Akbarbekning qiziman. Oyim esa Sarvinoz, uning erka qiziman. Orzularim aytay sizga birma-bir. Kuz kelganda 11 yoshga to'laman. Maktabda men bilim olib, albatta kelajakda zo'r o'qituvchi bo'laman. Qo'rg'onlarning farishtasi, u jannatning farishtasi. Yuragimning bir parchasi, jannat esa
Cümlede 8 Mart Onajonlar bayrami, Navro'z bayrami. Ayollarni ta'riflashga til ojiz. Ayol bor dunyo go'zal, ayol bor oila tinch, ayol bor farzand baxti. Baxtimizga doimo sog' omon bo'ling aziz ayollar, onajonlar. Uyimizning haydi o'zi, ko'zimizning nuri o'zi, bizni ko'rib quvonar ko'zi, onajonim, jonim, onam. Nurga deb qo'ydilar mening ismim, Xudo bergan yarashgan qoshu ko'zim. Xorazmiy beruniylar avlodiman o'zim, ajdodlarga mos farzand bo'laman chin so'zim. Assalom azizlar, qalbi quyoshlar, mehringiz nuridan bahramand yoshlar. Yurakdan sizga aylaymiz salom, ta'zim aylab aylaymiz salom. Assalom. Assalomu alaykum qadrli opa-singillar, tengdosh o'quvchilar. O'lkamizga fasllar kelinchagi, bahor fasli kirib keldi. Bahor yasharish, yangilanish faslidir. Bu faslda biz uchun qadrli bo'lgan mehribon buvijonlar, onalar hamda qadrli opa-singillar bayrami shu munosabat bilan munis onalarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Ayol borki olam munavvar, ayol bir qo'li bilan beshikni, bir qo'li bilan olamni tebratadi. Ayol ajdodlarni davomchisi, biz onalar doim poyda ta'zimdamiz. Bayramingiz muborak aziz onalar. Ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning huzuri, o'zimni jonim onam. Assalomu alaykum. Mening ismim Humoyun. Tug'ilganman Ko'sashli, ayni oktyabr oyida. Dadam ismi Baktolat, oyim esa Farida. Uning tomoch o'g'liman. Orzularim bir jahon, qilay sizga daston. Katta bo'lsam albatta men bo'laman harbiy. Shodliklarim so'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman nasibda, farishtalar o'xshar mening onamga. Ayyomingiz bilan qutlamoq istab, bugun to'yingizda qilaman ta'zim. Yakamda Makkaga borsam ketar, shunda ham uzilmas farzandlik qarzim. Tanishtiray, ismim meni Zarina, ota-onam erkasi, biling o'zim Kamina. Sinfimning sho'x shodon qiziman, o'zbegimning kelajagi porloq bir yulduziman. Assalom yurtimning go'zal qizlari, assalom yurtimning mard o'g'lonlari. Bizning shu tadbirga erinmay kelgan mehribon onalari, lobar qizlarim. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar, aziz ayollar. Bugun 8 Mart onajonlar, ayollar bayrami. Ona mehrining eng pok manbai, u farzandi uchun yashaydi, u farzandi uchun duo qiladi. Ona sabr bilan dardni yutadi, sevgi bilan qalbni to'ldiradi. Ona baxtimizning siri, hayotimizning nuridir. U farzandining qo'li bilan dunyoni ushlagandek his qiladi. Shunday jasoratli, mehribon onalar uchun biz farzandlari doimo xizmatdamiz. Erta bahor gullagan binafsha misol, ko'nglingiz doim beg'ubor bo'lsin. Yangi ochilgan gullar misol, labingizda doim tabassum bo'lsin. Dildan ezgu tilaklarim sizgadir tanho. 8 Mart ayyomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Mening ismim Jasurbek. Tug'ilganman bahorda, ayni may oyida. Mening dadam Rasulbek, onam esa Orzugul. Uning to'ng'ich o'g'liman. Katta bo'lsam albatta men bo'laman futbolchi. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam. Baxtimga omon bo'ling, o'zimni jonim onam. Mehri buloq soyligim, ikki dunyo boyligim, duogo'y chiroyligim, o'zimni jonim onam.
Onamning aytishicha, men dunyoga kelgan kun bobojonim boshlari ko'klarga yetgan emish. Bu jonim xotirlab, dam kulib, dam yig'larmish. Ko'klamning oxirida 25-mayda dunyolarga kelganman, oilam ko'nglim olganman. Dadamning erkak qizi, men suluv qiz Nozimaman. Erta bahor gullagan binafsha misol, ko'nglingiz doim beg'ubor bo'lsin. Yangi ochilgan gul lola bir misol, labingizda doim tabassum bo'lsin. Dildan ezgu tilaklarim sizgadir tanho. 8-mart ayyomingiz muborak bo'lsin. Atirgul gulidan sizga guldasta, chin yurak so'zlarim unga payvasta. Bir asr yashagu yana nimchorak, 8-mart bayramingiz bo'lsin muborak. Barakalla go'zal qizlarimiz, mard yigitlarimiz. Endi birinchi shartni baholagunga qadar 3A sinf ishtirokida Qaddingni tut ayol qo'shiqqa raqs tomosha qilamiz. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq bu bir kam dunyoda kimning baxti but ayol. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq bu bir kam dunyoda kimning baxti but ayol. Gündüz yarım, dün yarım, aza yarım, hun yarım. Qoshlarыңga o'sma qo'y, endi bo'ldi yarim. Gündüz yarım, dün yarım, aza yarım, hun yarım. Qoshlarыңga o'sma qo'y, endi bo'ldi yarim. Dardsiz o'tma dunyodan, umidlaring so'nmasin. Men o'tindim Xudodan, farzandlaring o'lmasin. Dardsiz o'tma dunyodan, umidlaring so'nmasin. Men o'tindim Xudodan, farzandlaring o'lmasin. Gündüz yarım, dün yarım, aza yarım, hun yarım. Qoshlarыңga o'sma qo'y, endi bo'ldi yarim. Gündüz yarım, dün yarım, aza yarım, hun yarım. Qoshlarыңga o'sma qo'y, endi bo'ldi yarim. La 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 la. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, hurmatli ustozlar. Mana o'lkamizga bahorning eng go'zal fasllaridan biri 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami keldi. Shu munosabat bilan bugungi
tadbirimizda ishtirok etayotgan barcha o'quvchi-qizlarimizga, yigitlarimizga shu tadbirni mehnat bilan, mashaqqat bilan tayyorlab, mana shunday katta sahnaga olib chiqqan ustozlarimizni rahmat aytaman. Barchangizga kirib kelayotgan bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bugungi tadbirimizni birinchi sharti bo'yicha mana qizlarimizni chiqishlarini ko'rdik. Hammamiz xursand bo'ldik. Bu katta sahnaga 10 yoshlar qiz emas, balki o'zimiz ham chiqsak hayajonlanib qolamiz. Gap yo'q, bir so'z bilan aytganda hech bir o'quvchimizga gap yo'q. Ana shuning uchun biz barcha o'quvchilarimizni mana shu shartdagi ishtiroklarini, o'qigan she'rlarini, dil izhorlarini, tabriklarini bir ovozdan 5 balli sistemada hamma o'quvchimizni 5 ball bilan baholadi. Rahmat. Rahmat ustoz. Endi ikkinchi shartimizni tanishtiramiz. Ikkinchi shartimizda onalarimiz matodan yostiq tikadi, qizlarimiz esa rangli qog'ozdan tabriknoma yasaydilar. Ishtirokchilarimiz shartni bajargungacha 3-V sinf o'quvchilari ishtirokida farishta ayol. 1, 2, 3 vaqt ketdi. Sadoqat bog'ida ungan chechaklar, yulduzlar yuzidan tomgan ertaklar, uloqlar ko'zida kulgan tilaklar. Jannat farishtasi emasmi ayol, bog'larga bahorni yetaklab kelgan, farzandi qoshida oy bo'lib to'lgan, ilk aytgan qo'shig'i allalar bo'lgan. Jonimiz rishtasi emasmi ayol, farishta ayol, farishta ayol. Laylining labidan tomgan vafoda, kumushning ko'zida suzgan hayoda, mo'g'imoqlar oyim chekkan jafoda, muhabbat shevasi emasmi ayol. Ko'ngil olmaganim ko'kda hilolim, ming bora kechirgan mening malolim, ona nuri didam mehri zulolim, Tangrining tuhfasi emasmi ayol. Farishta ayol, farishta ayol, hey 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 hey, farishta ayol, farishta ayol. Farishta ayol, farishta ayol, hey 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 hey, farishta ayol. uzhits.net taqdim etadi. Sadoqat bog'ida ungan chechaklar, yulduzlar yuzidan tomgan ertaklar, uloqlar ko'zida kulgan tilaklar. Jannat farishtasi emasmi ayol, bog'larga bahorni yetaklab kelgan, farzandi qoshida oy bo'lib to'lgan, ilk aytgan qo'shig'i allalar bo'lgan. Jonimiz rishtasi emasmi ayol, farishta ayol, farishta ayol, hey 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 hey, farishta ayol, farishta ayol.
Mening labidan tomgan vafoda, kumushning ko'zida suzgan hayoda, mo'g'lar oyim chekkan jafoda. Muhabbat shevasi emasmi ayol? Ko'ngil olmaganim ko'pda hilolim, ming bora kechirgan mening malolim. Ona nuri didam mehri zulolim, Tangrining tuhfasi emasmi ayol? Farishta ayol, hey 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 hey, farishta ayol, farishta ayol. Farishta ayol, farishta ayol, hey 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 hey, farishta ayol, farishta ayol. ishni to'xtaymiz. Hakamlarimiz ko'rib baholaguncha 4-chi ishtirokida raqs tomosha qilamiz. Kaftimga to'kildi durlik duolar, iltijoga to'lgan yer u samolar. Kechirib o'tgan bo'lsa mendan xatolar, onamning jonini og'ritma Robbim. Ayol qo'shig'i marhamat. Azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, ayoldir u. Orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u, ayoldir u. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan. Ayoldir u, ayoldir u. O'zi yetmay murodiga farzandidan umid kutgan. Ayoldir u. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz. Ona zamin gapidirsiz, siz ham ulug', siz ham aziz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, olam ichra olamdir siz. Onam, qizim, jonim, opam, yorimdir siz, yo singlimsiz. Ayol aziz, muqaddas ayol. O'yi bor, yuragini kuydirgan, shirin xayollarga emas, hasratga to'ydirgan. Axir u
xokisor ayol. Bag'ri yonib tursa-da, farzandlarin kuldirgan, issiq tandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan, axir u beg'ubor ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz. Ona zamin kabidirsiz, siz ham ulug', siz ham aziz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, olam ichra olamdir siz. Onam, qizim, jonim, opam, yorimdirsiz, yo singlimsiz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Azal yaratganda Xudo, shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, Ayoldir u, orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u, ayoldir u. Pasligi uchun boy chechak qo'shig'ini qo'yamiz. Raqs ijro qiladigan o'quvchilari. Marhamat, boy chechak qo'shig'i. Ochilgan boy chechagim, bahorlarda ochilgan boy chechagim, bog'larimga sochilgan boy chechagim. Bu chiroyni ayt gulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyin solding. Bu chiroyni ayt gulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyin solding. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Sochlaringni taraydi shamol suyi, toboningni o'padi qorlar erib. Sochlaringni taraydi shamol suyi, toboningni o'padi qorlar erib. Oftob hayron boqqanda oy yuzingga, men turibman chorasiz kunday kuyib. Oftob hayron boqqanda oy yuzingga, men turibman chorasiz kunday kuyib. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Boy chechagim, qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim.
Mayli o'xshatishlarni. Ikkinchi shartimiz hurmatli onalarimiz bilan birga navbatda o'quvchilarimiz yostiq tikishdilar, konvert tayyorlash. 8-mart uchun farzandlarimiz tayyorlagan konvertlar va yaratilgan yostiqlar uchun baholanadi. Birinchi raqamli qizimiz Sevinchoy 5 baho bilan baholandi. Ikkinchi raqamli qizimiz Marvarid ustoz Ahmad bilan chiqsa 4 baho bilan baholandi. Soliha 5, Nuriya 5, Zarina 5, Nilufar 5, Madina kecha qolib keldi. Oxirida kelganda shu jismoniy 3. Nuriya 5, Humayun 4, keyin Zarina 5, Zarinaniki 5, Jasurbeklik 4, Nozimaniki ham yaxshi ekan, lekin unaqa oq ekan. Uniki ham 4. Yaxshi? Tabriklaymiz. Keyingi shartimizni omadli tilaymiz. Qizlarimiz Javorat Kurosova. Keyingi shartlar. Samimiy kulgan bo'lsam mabodo, siz ham samimiy kulsangiz bo'ldi. Yaxshilik qilgan bo'lsam mabodo, onamni duo qilsangiz bo'ldi. Arigan bo'lsa-da ozgina dardam, berolgan bo'lsam zig'ircha malham, poyimga oltin sochlasangiz ham, onamni duo qilsangiz bo'ldi. Endi 4-shart bilan tanishtiraman. Onalarimiz qizlari bilan birgalikda dukkakli mahsulotlarni bir-biridan ajratishadi. Bungacha 3-B sinf o'quvchilari ishtirokida raqs tomosha qilamiz. Hech kim boshlamadimi? 1, 2, 3 vaqt ketdi. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam.
nafsim quvonib, axir yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdim san tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdim san tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Üçüncü bo'yicha birinchi raqamli o'quvchimiz Sevinchay birinchi bo'lib bajardi. 5 baho bilan baholadi. Ikkinchi o'rinda 7 raqamli qizimiz Madinaxon bilan 12 raqamli qizimiz Nozimaxon ikkinchi bo'lib bajardilar. Ularga 5 baho qo'ydik. Keyin Jasurbek o'g'limiz 3-chi bo'lib yetib keldi. Unga 5 baho qo'ydik. 11 raqamli o'quvchimiz. Qolgan barcha ishtirokchilarimiz 4 ball bilan baholadi. Rahmat. Endi keyingi shart bilan tanishtiraman. Keyingi shartimizda 3 metrlik ipni tayoqchasi bilan birga qizni ushlab turadi. Hakamlar tushunib olmadi. Ushlab turadi. Ipni ushlab turadi qiz. Opasi esa tayoqchaga o'ragan holda qizni yetib kelishi kerak. Tugatgandan keyin tezlikda tushib, olmani ortib, qizni yediradi. Lekin qizni qo'lini orqasidan tutilgan holatda bo'ladi. Tushunarlimi? Tayyorlanamiz. 1, 2, 3.
Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy, qara ko'shku billur saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy, qara ko'shku billur saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Layli yuzi menga bekor, Majnun so'zi menga bekor, shirin so'zi menga bekor. Farhod ko'zi menga bekor. Yulduzlar ichra tanhoy, Yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Atirgullar ochdi chiroy, qara ko'shku billur saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, Azizim sen mening azizim. Shahzona kulma qara, ko'zim senga ko'zgu menga qara. Shahzona kulma qara, Ko'zim senga ko'zgu menga qara. Farishtalar ichra seni yagonam, farishtalar ichra seni yagonam, farishtam sen mening farishtam. Shahzodalar ichra sen yagon, shahzodalar ichra sen yagon, shahzodam sen mening shahzodam. Birinci rakamlı kızımız Sevinçay, 5. rakamlı kızımız Zarina, 6. rakamlı kızımız Nilüfer, 9. rakamlı Humayun oğlumuza şulara 5 bal, kalan okuyucularımız 4 bal bilen bakalım. Endi oxirgi shartimiz erkin mavzu, onajonlarimiz erkin mavzuda onalarimizni ta'riflaydilar, tabriklaydilar.
taklif etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, mehribon onajonlar va opa-singillar. 8-mart bayrami nafaqat gullar va qo'shiqlar kuni, balki onajonlarimizga bo'lgan hurmat, muhabbat va minnatdorchilik kunidir. Aziz onajonlar, ustozlar, sizlar hayotimizdagi eng katta nursizlar. Sizlar bor dunyolar go'zal, qalblar ilhomli. Bizning sizlarning qalbingizdagi, yuragingizdagi duolaringiz bilan farzandlarimizga baxt tilaysizlar. Sizlar bor dunyolar go'zal. Bugun 8-mart bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yuzingizdan kulgu, chehrangizdan tabassum arimasin deyman. Chistasin, egmasin ro'zg'orning toshi. Og'ir azoblarda so'nmasin hayol, ko'zidan oqmasin behuda yoshi. Yig'lasa, quvonchdan yig'lasin ayol. Kunda sabab toping kulgusi uchun. Oppoq orzularin aylamang zavol. Umrni bezasin muhabbat kuchi. Yig'lasa shodlikdan yig'lasin ayol. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Barchangizni kirib kelayotgan yangi 8-mart va bahor bayrami bilan tabriklayman. Barchamizga bayram quvonchli o'tishini tilab qolaman. Ona mehri yetib ortadi, mayli dunyo beshafqat bo'lsin. Men baxtliman ey birodar, mayli dunyo g'azabga to'lsin. Ona mehri yetib ortadi. Nima kerak do'stning oxir? Bir kun kelib yordam so'rasang tanimasdan o'tib qo'yadi. Allohdan so'radim bugun bir tilak. Tilagimga yetayin, qo'lla ey tilak. Dunyoda bir umr baxtli yashasin, ushbu so'zlarni eshitgan yurak. Assalomu alaykum aziz opa-singillarim. Barchangizni bahor bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. O'ylagan orzularingiz ro'yobga chiqsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Alloh sizni har on va hamisha o'z panohida asrasin. Ona bosh qo'ygan yostiqqa farishtalar sajda qilarkan, ona qadam qo'ygan eshikka avliyolar yuzin surarkan, ona aytgan alladan payg'ambarlar ko'ziga yosh kelarkan. Hamisha sog' omon bo'linglar. Ayolingni asra dunyo, ayolingni asragin. Ayolingni sen asrasang, ayol seni asraydi. Bir qo'lida beshik tutib, bir qo'lida dunyoni avaylaydi, asraydi. Hayot degan buyuk ne'mat aloni. Assalomu alaykum davramizni qatnashchilar, ustozlar, mehribon, bilimga chanqoq o'quvchi yoshlar va hurmatli ota-onalar. Bugungi bayramimizga tashrif buyurganingizdan hammangizga rahmat aytamiz. Kirib kelayotgan 8-mart bilan tabriklaymiz. Hamisha shunday bayram kayfiyatida yuringlar. Onalar bor, olam qo'shiq xonadir. Onalarni maqtasa dil konadir. Farzand uchun kim kuyinib yonadir. Onadir ul, onadir ul, onadir. Yuragidan yangi yurak ko'chirgan, oqsitiga mehrin qo'shib ichirgan. Onadir ul, onadir ul, onadir. Assalomu alaykum, ustozlar,
o'quvchilar, qizaloqlar, onalarimiz, sizlarni shu kirib kelayotgan 8-mart bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammamizga shu bayramlarning ko'pini ko'rib o'tirmoq nasib etsin. Allohim shu kungacha meni ulg'aytirgan, meni kamolga yetirgan, meni shu yerda bir aziz insonim bor. Men shartni shu insonga bag'ishladim. Allohim shu onamni meni vaqtida hamisha sog' etgaysan, umrini uzoq etgaysan. Onajonim, sizlarni yaxshi ko'raman. Meni sho'racha akaga, meni kamolga yetirgan, meni shu darajaga yetirgan, asar tikuvchi degan unvonni oliycha yetirgan sizning mehnatlaringiz bo'ladi. Allohimga ming shukr etaman sizning onam borligidan. Men shart o'rnimda emas, men shu onamga tilakim, yuragimdagi so'zlarimni aytishga bag'ishladim. Onajonim, mehribonim, yagonam, meni tog'imsizlar, borimsizlar. Sizlarning ota-onam bo'lganimdan shunday faxrlanaman. Sizlarning ota-onani qizi bo'lganimdan shunday faxrlanaman. Allohim shunday bir kunlarga yetirganini, sizlarning tan jonlaringizni sog' etib berganini ming shukr etaman. Allohim, onajonim, bayramlaringiz bilan tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Baxtimga hamisha sog' bo'lg'aysiz, onajonim. Siz meni farishtamsiz. Siz meni jahonimsiz, onajonim. Rahmat, men shuncha kamolga yetirganingiz uchun, ulg'aytirganingiz uchun. Men bu so'zlarni 29 yil mobaynida sizga aytmagan ekanman. Onajonim, sizni yaxshi ko'raman. İlk bora birinchi marta sizga shu davrada hammani oldinda sizni yaxshi ko'rishimni aytibman. Onajonim, yuzingizda hammani oldinda aytmanim uchun meni kechiring, Alloh. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, onajonlar, qizlarimiz. Sizlarni shu 8-mart bilan hammang chin qalbimdan tabriklayman. Ustozlar, sizlar uchun shunday she'r yozdim deyishtasizlar. Inson uchun tilaklarimiz yor. Garchi ko'rsangiz ravo chin ko'ring. Yelimizda bor zo'r bir tilak, bolangizni rohatini ko'ring. Omad tilab yurmang bu ovora, baxt tilab yurmang ming bora. Baxt, omad, eng go'zal chora. Bolangizni rohatini ko'ring. Bir kun usiz o'tsa ming oylik, bo'lsangiz u taxtu saroylik. O'lchaga sig'mas bu boylik. Bolangizni rohatini ko'ring. Rahmat sizlarga shu niyat tashkil etganlaringiz uchun. Assalomu alaykum ustozlar, shu yerda barcha o'tirgan hammalaringizni 8-mart bilan tabriklayman. Hammamiz bayramlarni ko'pini ko'raveraylik. Ko'zlarni yashnatar bahor, dillarga shodlik ulashar bahor. Qushlarni sayratar boshqacha nahor, nafislik asratar bahor keldi. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli opa-singillar, jajji qizaloqlar. Barchangizni shu 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan muborakbod etaman. Siz ayolsiz. Siz ayolsiz, shirinsiz, muloyim. Latofatni bergan sizga Xudoyim. Yuzingizga oy ham boqib uyalar, Zuhro yulduz havas bilan mo'ralar. Muhabbatda sadoqatli xayoli, muqaddassiz o'zbek qizi ayoli. Siz ayolsiz momo havo naslidan, ochilasiz kelsa bahor faslidan. Ish bog'ida yigitlarni xayoli, muqaddassiz o'zbek qizi ayoli. Sizga ochiq jannatning eshigi, qo'lingizda baxtli hayot beshigi.
alla aytib mehr ila boqasiz, murg'ay qalbda oqsut bo'lib oqasiz. Muhabbati sadoqatli, vafoli, muqaddas siz o'zbek qizi ayoli. Assalomu alaykum. Ko'ngli bahordek beg'ubor, yuzlari gulli, nurli aziz ayollar. Sizlarga kirib kelayotgan 8-mart bilan yaxshi tilaklarimni aytaman. Bu dunyoda hamma ayol go'zal va baxtli bo'lishga haqli. Men shu onalar singari hammangizga oilaviy baxt, yaxshi kunlar tilab qolaman. Assalomu alaykum aziz ustozlar, ota-onalar va go'zal qizchalar. Sizlar hammangizni kirib kelayotgan 8-mart ayollar bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demak yuribdi-ku, kulib, jilmayib, ayol kulib turib bo'lishi mumkin, dunyoni olishi mumkin jilmayib. Ayolga baxt bering, saodat bering. Gar ko'zlari kulib tursa-da, bo'g'zining ostida ming bir hasrati. Gul yuzlari kulib tursa-da, ko'nglini ko'taring, hech bo'lmaganda qo'lini silashga sharofat toping. Assalomu alaykum. Hamma xotin-qizlar, 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma ayollarimizni kirib kelayotgan 8-mart bilan tabriklayman. Ilohim bunday 8-martlar hamma vaqt bo'lsin. Har kunimiz bayramli o'tsin. Qizlarimiz katta bo'lib, bizga ona bo'lib, bizga tabriklab, onalarning qadrini aytib, hamma bizlar ham yosh vaqtimizda onalarimizni qadrini endi yetyapmiz ona bo'lib. Bu o'sib kelayotgan qizlarimiz ham katta bo'lib, bayramlarda asal din onasini tabriklab, quvontirib, hammani ichine yılıqliq bir aytolmagan biz aytolamiz doğrusu. Asal rahmetsin. Bugün bizler ham borib, Xudo xolasa, onalarimizni tabriklaymiz. Hammani kirib kelayotgan 8-mart bilan yana bir marta tabriklayman. Rahmat. Guten Morgen, liebe Frau und Frauen. Hier gibt es viele verschiedene Arten Berufe. Hier sind, kommen Sie warten. Okay, bitte, jetzt kommen Sie hier. Alle Berufe gibt es viele. Ayollarimiz barcha kasblarni egallashlari mumkin. Masalan, estin shifokor, berberin o'qituvchi, military harbiy und noch Sportlerin und dann Lehrerin und Kochin. Ja, natürlich, albatta Frau bo'lishi mumkin. Hier gibt es viele verschiedene Arten. Benutzen alle Frauen und alle Kinder. Die Frauen sind viele Erzieher. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Rahmat, onajonlarimizning chiroyli, ta'sirli so'zlar aytdilar, she'rlar aytdilar. Bu shartimizni baholash uchun To'ray va ustoza beramiz, lekin vaqt bor. Baholagunga qadar lazgi qo'yib beramiz. Hozir qizlarimiz ijrosida lazgi tomosha qilamiz, keyin baholarni e'lon etamiz. Oxirgi shartimiz bo'yicha avvalambor ota-onalarimizni, kelajagimiz poydevori bo'lgan farzandlarimizni shunday e'tibor berib, vaqt ajratib berganlari uchun rahmat. Yuqorida aytilganidek, onalar bor, olam mushuk onadir. Ona nomin kuylasak dil onadir. Farzand uchun kim quvonib yonadir, onadir u onadir.
onadir. Haqiqatan ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ta'kidlaganki, jannat onalarimiz oyoq ostida. Ana shu g'oyani, ana shu muqaddas tuyg'uni farzandlarimizga singdirish uchun mana shu kungi tadbirni uyushtirdi. Barcha ota-onalarga, ishtirokchi o'quvchilarimizga chin ko'ngildan rahmat aytamiz. Ota-onalarimiz mehnatini ham qadrlaymiz. Shu sahnaga chiqib, shunday ajoyib ifodali she'rlar o'qib, ezgu tilaklarini bildirdilar. Lekin biz mana shu 12 ta ishtirokchi bir-biri bilan taqqoslab, ularni xayr-salatlarini, gapirishlarini, har bir jumlani ayrimlari biri bog'dan biri tog'dan bo'lib ketdi, chunki hayajon bor. Hammamizda birinchi raqamli ishtirokchimizni Alichda gapni ko'paytirdi. Buni ajoyib bizlar ham ta'sirlandik, lekin hayajonlanib tuqqanimiz sababli 4 ball qo'ydi. 4 ball. Ikkinchi ishtirokchimiz telefondan qarab aytgan uchun xafa bo'ldi, 4 ball qo'ydi. Uchinchi ishtirokchimiz qog'ozdan o'qib bergani uchun xafa bo'lib 4 ball qo'ydi. Qisqasini aytsak, 4-chi raqamli, 5-chi raqamli va 7-chi raqamli, 12-chi raqamli ota-onalarimizga 5 ball, qolgan barcha ota-onalarimiz 4 ball bilan baholandi. Rahmat. İlahidan bir kuy bor, sadolari boshqacha, dillarga xush yoquvchi navolari boshqacha. Bu lazgidir dastlarime oynan, lazgiga oynan.
qalblarda shirin shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochilar, bog'larimda ochildi gullar. Ko'k bog'laringda go'zal g'unchalar yonadi yonadi dilgida. Bahor bahor kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor 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 kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor dehqon bobolar mehnat mo'l bo'lsin, zaminimiz doim nurlarga to'lsin. Vatanim jonu dilim o'zbegim, bag'ringda insonlar yayrab kulsin. Yurtboshimiz bor yurtimiz tinchdir, osmonimiz musaffo va tiniqdir. Bag'ringda o'sgan go'zal g'unchalar yayraydi yayraydi shunchalar. Bahor bahor kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor 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 kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor 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 kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor 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 kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. ota-onalar, aziz ishtirokchilarimiz yana bugungi ajoyib tadbirimizdan nihoyasiga keldik. Umumiy ballarimizni e'lon qilamiz.
Demek Saliha, Nuriye, Zarina, Casurbek oğlumuz cemi 22 bal toplağalar 3. orun ekanlar. Nuriye, Nilüfer, Nazime 23 bal toplağalar cemi 2. orun. Sevinçay, Zarina kızımız 24 bal toplağalar 1. orun. 4. kalan Merverik Medine Humayun 21 bal topladılar 4. orun. Nuriye 2. orun. Hayajonda kutib oldik bahorni, ko'zlarda sevinch, qalblarda nahorni. Yonib dillarda sevinchlar, qalblarda shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochlar, bog'larimda ochildi gullar. Ko'k bog'laringda go'zal g'unchalar yonadi dilgida. Bahor kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Dehqon bobolar mehnat mo'l bo'lsin, zaminimiz doim nurlarga to'lsin. Vatanim jonu dilim o'zbegim, bag'ringda insonlar yayrab kulsin. Yurtboshimiz